Erim chet elga ketganidan beri barcha uy ishlarini qaynog'am o'z zimmasiga oldi. Mashinani ta'mirlash, elektr ishlari va boshqalar kabi mayda uy ishlari u uchun mas'ul. Bir kuni tikuv mashinam qotib qoldi. Uni o'zim ta'mirlashga harakat qildim, lekin hech narsa bo'lmadi. Juda jahlim chiqdi va qaynog'amga qo'ng'iroq qildim. U kelib mashinaga qaradi va "Menimcha mashinangiz buzilgan. Uni qismlarga ajratib yana ta'mirlash kerak" dedi. "Texnologiyani ko'p bilmayman, shuning uchun tezroq bo'ling, qiladigan ishim ko'p" dedim. "Shunchaki nima qilishingiz kerak bo'lsa shuni qiling" dedim. U bir muddat tashqariga chiqdi. Ehtimol biron bir asbob yoki boshqa narsa olish uchun. Biroz vaqt o'tgach u qaytib kelib, "O'ylab ko'raylik" dedi. Uning yuzida ozgina tabassum bor edi, lekin men uning ko'zlarida tushunarsiz g'alati bir chaqnashni ko'rdim. Buni eshitib biroz chalkashib ketdim, chunki u meni o'z xonasiga olib bormoqchi edi. Uning xonasiga borganimda, "Mening ismim Puja. Men 28 yoshdaman. Men juda chiroyli, oq tanli edim. Erim chet elga ketganidan keyin qaynog'am doim yonimda qolardi. Uning xatti-harakati kundan kunga keskin o'zgarib borardi. Bir kuni u menga hayratlanarli bir narsani aytib berdi. Do'stlar, bugungi hikoya juda o'zgacha. Umid qilamanki sizga yoqadi. Agar hikoyalar yoqsa, iltimos like bosing, videoni ulashing va kanalga obuna bo'ling. Turmush qurgandan keyin oila va kundalik xarajatlar asta-sekin menga tusha boshladi. Uydagi vaziyat ham hech kimning yordamisiz davom eta olmaydigan darajada edi. Bir kuni o'zimga biror narsa qilishim kerakligini aytishga majbur qildim. O'qish haqida ko'p narsa bilmasam ham hech qayerda ish topishning iloji yo'q edi. Shuning uchun mahalla ayollari uchun kiyim tikishni boshlashni o'yladim. To'y sovg'asi sifatida olgan burchakda yotgan eski tikuv mashinasini tozalashni boshladim. Keyin mahallaga kiyim tikishga muhtoj bo'lganlar men bilan bog'lanishlari mumkinligini aytdim. Asta-sekin yangiliklar tarqala boshladi va bir necha kun ichida bir nechta buyurtmalar kela boshladi. Mahalla ayollari salvarlari, pardalari va bluzkalarni tikish uchun menga kela boshladilar. Men ishni yaxshi bajarishni o'rgandim va shu tikuvchilik orqali tirikchilik qila boshladim. Men tikuvchilik qilayotganimda ayollar tez-tez uyimga kelishardi. Ba'zilari o'lchovlarni olishni, ba'zilari jihozlarni tuzatishni, eski kiyimlarni yangi usulda tikishni xohlashardi va ba'zilari shunchaki ochiqchasiga gaplashish uchun kelishardi. Asta-sekin tikuvchilik ishi bilan o'ziga xos munosabat paydo bo'ldi. Ular menga fikrlarini aytib berishardi, muammolari bilan o'rtoqlashishardi. Men bundan ham bir xil taskin topdim, maqsad topdim. Kun bo'yi band bo'lish, o'z muammolarimni unutish. Tikuvchilik ishlari ko'paya boshladi. Bir ayol kiyimlarni berish uchun, boshqasi ularni olish uchun kelardi. Mening o'z farzandlarim yo'q edi. Shuning uchun uy bu ish uchun har doim ayollarning kulgisi bilan to'lardi. Ularning kulgisi va hikoyalari ovozi uyimga yangi hayot bag'ishladi. Men ham bu ish bilan ozgina daromad oldim. Bu menga bir xil yengillik keltirdi. Bir necha oy ichida mening tikuvchilik mahoratim haqidagi xabar atrofga tarqaldi. Endi uzoq mahallalardan ayollar kiyimlarini tikish uchun kela boshladilar. Ish hajmi shunchalik ko'payib ketdiki, yolg'iz o'zim boshqarish qiyinlashdi. Har kuni soatlar mashina oldida o'tirib yelkalarim og'rib boshladi. Hatto barmoqlarim ham og'riqdan shishib ketardi. Nihoyat men mahalladan tikishni o'rganishga qiziqqan yoki pul topishni istagan ba'zi qizlarni yordamga chaqirdim. Men ulardan o'zlarining tikuv mashinalarini olib kelib men bilan ishlashlarini so'radim. Buning evaziga ular tikishni o'rganishardi va kichik maosh ham olishardi. Ulardan ba'zilari birinchi marta tikuv mashinasini ushlab turishardi. Men ularga sabr bilan kiyimlarni tartiblash, ip o'tkazish va to'g'ri tikish texnikasini o'rgatdim. Ularning yordami bilan ishim ancha osonlashdi. Endi uy yanada jonli ko'rinardi. Ular kulardi, suhbatlashardi va ba'zan mening yordamim bilan yangi dizaynlarni o'rganishardi. Ular bilan qarindoshlik kabi munosabat rivojlandi. Men ularga tikuv mashinasini qanday ishlatishni o'rgatdim va asta-sekin ularga ish bera boshladim. Lekin yangi bo'lganliklari uchun ular ko'pincha xato qilishardi. Ba'zan kiyimlar mashinaga tiqilib qolardi, ba'zan ip uzilib ketardi yoki barmoqlari ko'karardi. Har kuni mashinada muammolar paydo bo'lardi va uni tuzatish uchun ko'p vaqtim ketardi. Bir kuni qizlardan birining mashinasi yana buzilib qoldi. Kiyimlar mashinaga tiqilib qoldi. Men uning mashinasini o'zim tuzatishga harakat qildim, lekin muvaffaqiyatsiz bo'ldim. Men majbur bo'ldim. Men unga bugun mashinani tuzatishni aytdim. Bugun ishlash shart emas. Qiz ketishga tayyorlangan paytda qaynog'am tushlikka uyga keldi. Men oshxonaga borib unga ovqat isita boshladim. Derazadan qarab qaynog'am qiz bilan gaplashayotganini ko'rdim. Qaynog'am qizdan "Nega uyga erta ketish uchun ta'tilga chiqyapsan?" deb so'radi. Qiz "Mato tikuv mashinamda tiqilib qolgan, shuning uchun mashina buzilgan. Menimcha o'zim ta'tilga chiqdim. Ertaga tashqaridan tuzatib, keyin ishga kelaman" dedi. Qizning so'zlarini eshitib qaynog'am "Hey, uyda odamlar bo'lganda uni tuzatish uchun tashqariga chiqishning nima keragi bor?" dedi. Qiz qaynog'asining so'zlarini eshitib to'xtadi.
U, agar mashinani tuzatsangiz, bu juda foydali bo'ladi. Aks holda otamga uni katta bozorga jo'natishni aytishim kerak bo'ladi. Va otam uchun mashinani velosipedda olib yurish juda qiyin bo'ladi. Qizning so'zlarini eshitib qaynog'am mashinani tekshira boshladi. U mashinang oldi tomoni tiqilib qolgan. Butunlay tiqilib qolgan. Uni ehtiyotkorlik bilan ochib tuzatishing kerak, dedi. Qiz hayron bo'lib, "Demak tuzata olmaysizmi?" dedi. Qaynog'am jilmayib, "Yo'q, men bu ishni juda yaxshi bilaman", dedi. Qiz xursand bo'lib yoniga o'tirdi va "Men tikuvchilik ishimni bajarishim kerak. Iltimos, tezroq bajaring", dedi. Keyin qaynog'am mashinani xonamga olib keling, men uni o yerda tuzataman, dedi. Qiz biroz ikkilanib qoldi. Keyin qaynog'am, "Uyda barcha asboblarim bor. Shuning uchun uni mashinani tuzatish uchun o yerga olib borishim kerak", dedi. Qaynog'am "Uyda tuzataman", dedi. Qiz mashinani o'z xonasiga olib ketdi. Men ovqatni isitib tashqarida qoldirdim, lekin ancha vaqt o'tgach ham qaynog'am va qiz xonadan chiqmadi. Ikkalasi ham yosh edi, shuning uchun men xavotirlana boshladim. Qaynog'amdan shubhalanishni istamaganim uchun biroz vaqt kutdim, lekin uzoq vaqt o'tgach nihoyat sabrim tugab, qaynog'amning xonasiga borishni qaror qildim. Shu paytda qiz tikuv mashinasi bilan chiqib, "Menimcha mashina tuzatildi", dedi. Uning so'zlarini eshitib men ham yengil tortdim va biz yana ishimizga qaytdik. Lekin qaynog'am shu vaqt ichida xonada nima qilayotganini xayolda qoldim. Biroz vaqt o'tgach qaynog'am ham uydan chiqib, karavotga o'tirib ovqatlana boshladi. Qo'shnimdagi to'y uchun kiyim tikishga ko'plov buyurtmalar olgan edim va vaqtim juda kam bo'lgani uchun biroz xavotirda edim. Lekin qaynog'am tezda qizning mashinasini tuzatdi. Shuning uchun ish osonlashdi. Ovqatlangandan keyin qaynog'am hazillashib, "Kimning mashinasi buziladi? Menman", dedi. Men kuldim. Endi men bu tikuvchilik ishidan ancha ko'proq pul topayotgan edim. Shuning uchun o'zimni juda yaxshi his qildim. 9 yillik turmushim o'tdi va turmush qurganimizdan ko'p o'tmas erim chet elga ishlash uchun ketgan edi. U deyarli 3 yildan beri Dubayda. U 6 oyda yoki 1 yilda bir marta qaytib kelardi. U ta'tilga chiqqanda erim uyga kelib, bir haftaga Dubayga qaytib kelardi. Qaynonam va qaynonamning uyida yana bir qaynog'am bor edi. Qaynonam va qaynonam qarigan va deyarli kasal edilar. Ular kunning ko'p qismini o'z uylarida qolishardi. Qaynog'am juda yaxshi bola edi. U attaga 20 yoshda bo'lsa ham, u mashinalarni ta'mirlaydigan ustaxona ochdi. Men unga hali ham biroz o'qish kerak derdim. Lekin u, "Menimcha oilani boshqarishim kerak. Qachongacha barcha mas'uliyatni akamga topshirishim mumkin. Akam chet elda, uy ijarada, ota-onam esa kasal. Shuning uchun men ishlashim kerak", derdi. Odatda qaynog'am kunning ko'p qismini ustaxonada qolardi, lekin u vaqti bilan uyga kelardi va men o'zimni xotirjam his qilardim. Qaynog'am uyga kelganda, u yerda birda kichik ishlarni qilardi. U o'tirib men bilan ko'p gaplashardi. Qizlar olib kelgan mashinalar deyarli buzilib ketardi va men qaynog'amga aytganimda, u tezda ularni tuzatardi. Bir kuni men tikayotgan edim va o'sha qizning mashinasi yana buzilib qoldi. Bu meni g'azablantirdi. Men, "Agar sen shuncha qari bo'lsang, men senga qancha vaqtdan beri tikishni o'rgatib kelaman, lekin sen hali hech narsa o'rganmading", dedim. Mening g'azabimni ko'rib qiz yig'lab boshladi. Men unga mashinani olib uyga ketishni aytdim. Lekin o'sha paytda qaynog'am uyga kelib, qizning yig'layotganini ko'rib, "Bihbi nega yig'layapti?" dedi. Bihbi atrofdagi barcha qizlarni bilardi. Shuning uchun ular haqida so'rardi. Men jahlim chiqib, "Bu qiz meni juda bezovta qilyapti. Uni ishsiz qilib qoldirishim kerakdek tuyulyapti. U mashinani ataylab buzib qo'yadi", dedim. Bihbi mening so'zlarimni kulib yubordi. Men jahlim chiqdi. Shuning uchun uni biroz qo'ydim. Bihbida hech narsa yomon emas. Hozirgi kunda mashinalar juda oson buziladi. Agar eskirgan mashina sotib olsangiz, unda ko'plab yillar davomida hech narsa muammo bo'lmasa edi. Endi hamma narsa mahalliy sifatda. Bihbining so'zlarini eshitib unga qaradim. Keyin cho'chagidan mobil telefonini chiqarib, "Bihbi, bobomdan qo'ng'iroq bor. Iltimos, men bilan gaplashing. G'azabingiz ham pasayadi", dedi. Erimning bu gapini eshitib kuldim. Qaynog'am juda yaramas edi va ba'zan meni masxara qilardi. Aslida men erim bilan bir necha kundan beri gaplashmayapman. Balki u ish bilan banddir. Men deyarli har kuni qaynog'amga bobomga qo'ng'iroq qilishni aytardim. Lekin u doim "Bugun mobil telefonimda pulim yo'qdek tuyuladi. Ertaga siz bilan gaplashaman", derdi. Lekin biroz vaqt o'tgach ham u qo'ng'iroq qilmadi. Balki uning mobil telefonida haqiqatdan pul yo'qdir. Lekin bugun qaynog'am menga mobil telefonni berish uchun hamma narsani unutib qo'ydi. Qo'limda mobil telefonim bilan xonamga kirib, erim bilan gaplasha boshladim. Biz anchadan beri gaplashmagandik. Shuning uchun gaplashadigan juda ko'p muhim narsalarim bor edi. Taxminan 15 daqiqadan keyin qo'ng'iroqni tugatmoqchi bo'lganimda, erim "Ota-onam bilan gaplashing". Men ham telefonni olib erim bilan gaplashish uchun qaynonamning xonasiga bordim. Ular juda xursand edilar. Yerdan chiqqanimda qaynog'am tashqarida yo'qligini ko'rdim. Bir qiz "Tanya hali ham mashinasini tuzatyapti", deb xonasiga ishora qildi. Men biroz hayron qoldim, chunki ular uyda anchadan beri bo'lishardi.
Shu paytda qaynonamga ovqatni hali ham qizitmaganimni eslab qoldim. Qo'limni boshimga qo'ydim. Erim bilan gaplashayotganimda qaynonamga ovqat berishni unutib qo'ygan edim. Qaynog'am chiqqanida, "Siz o'tiring, men sizga ovqatni qizitaman", dedim. Lekin qaynog'am, "Yo'q, menimcha unday emas. Qornim to'q. Bugun ovqat yemayman", dedi. U jilmayib chiqib ketdi va men biroz hayron qolib mashina yoniga o'tirib, u qornini qayerda to'ldirganini o'ylab boshladim. O'sha kuni ishlayotganimda tozdan Tanyaning bir necha qizlar bilan sekin gaplashayotganini ko'rdim. Uning yuzida xuddi quvonchdan porlayotgandek bir xil quvonch porlanardi. Yuzida g'alati qizil nur paydo bo'ldi. Bu menga biroz faxr bag'ishladi. Men oldinga borib, "Tanya, mashinangiz tuzatildimi?" deb so'radim. U teskari bosh irg'atdi. Men unga aytdim, keyin endi ishni to'g'ri bajaring. Meni eshitgandan so'ng hamma o'z ishlariga e'tibor qaratdi. Ishlayotganimda erim haqida o'ylab boshladim. Uzoq vaqtdan beri men uni bir necha kun uyda qolishni istardim. Men uni uyda ko'rishni juda xohlardim. Lekin u uyda kelsam bu juda qimmatga tushadi. Shuning uchun bir necha kun kelmaymanligini yaxshiroq derdi. Men uning kelajagimiz uchun har bir tiyinni hisoblayotganini bilardim. Toki kelajak